Qizlar, bu yog'iga mendan iltimos. Ana такой adekvatniy postlar, reelslar kutmanglar. Bu yog'iga hamma reelslarimizni jaydarchasiga, o'zbekchasiga qizlarjonlar, xalatlarimizga allergiya bermaydi. Sizlarga noqulaylik tug'dirmaydi deb obzorlar qilmaymiz. Prям borini sizlarga ko'rsatib beramiz. Chunki 2026-yilda bunaqa soxtalik emas, nima deydi, real qarash bilan menimcha ko'pchilikning reelslari topga chiqib ketadi. Bizada ham bundoq olib qaraganda shunaqa bo'lyapti. Hozir sizlarga qisqacha obzorlar qilib beraman. Men bu barcha markalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar, xilma-xil rangi chiqibdi. Bu reels bilmayman qaysi kuni qo'yiladi, lekin 1-2 kunda tugab qolish ehtimoli juda ham ko'p. Bilasizlar, seri rangidan ko'pchilik so'rovdi. Mana seri rangi. Ma'minimizda yashil rangidan chiqdi. Keyin qizil, mana bunaqa roz brown rang deymiz biz. Rangini o'zingiz chiqarib olasizlar. Bordoviy va mana bunaqa bejviy rangidan ham bor. Buni biz kofe tsvet deymiz. И горчичный tsvetidan ham mana chiqdi qizlar. Keyingisi, oxirgisi mana bunaqa men o'zimni jaydarcha butilka svet deyman. Sizlar bilmayman qanaqa svet yozib yuboringlar. Hozir men sizlarga qizil rasvetkasini shunday kiyib ko'rsataman. Ustimga shu turishda. Mana shu joylari kesilmaydi, xavotir olmanglar. Boricha qo'yamiz. Mana. Onajonlar, to'lachi qizlar, hammanglarni do'konimizda kutamiz. Onlayn yokida direktga yozsanglar, biz sizlarga qoldi qomada aytib beramiz. Razmerlari 56 dan 60 gacha. Mana. Qalay turdi? Yozib yuboringlar-chi.